Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni tomosha qilishni boshlagan qadrdonlar bormisiz, omonmisiz? Assalomu alaykum azizlar. Bugun ham eng yaxshi kayfiyatda bizni tomosha qilishni boshlayotgan qadrdonlar. Bugun kayfiyatlar a'lo bo'lishiga ishonamiz va erta tongdan boshlangan kunda sizga omadlar tilab qolamiz azizlar. Biz dasturimizni boshladik, jonli efir soatlaridamiz. Bo'lmasamchi, demak aziz yurtdoshlar, biz sizga a'lo kayfiyatlarni ulash uchun tayyormiz va butun ijodiy jamoamiz bilan sizga yangi tabassumlarni hadya qilish uchun hozirlik ko'rganmiz. Muqayyoxon, bilasizmi? Aynan inson o'z hayotidagi muammolarni unutish va albatta qiyinchiliklardan sal chekkaroq chiqish uchun o'zi sevimli mashg'ulotini bajarishi yoki sevimli bo'lgan ko'rsatuvni tomosha qilishi kerak ekan. O'ylaymizki, xayrli kun musiqiy dam olish dasturi sizning sevimli ko'rsatuvlaringizdan biri hisoblanadi. Aziz yurtdoshlar, galdagi suhbatdoshlarimizni studiyamizga taklif qilsak bo'ladi. Ular bilan sizni tanishtirib o'taman. Xonqa tuman axborot kutubxona markazi direktori Xadicha Avezova hamda ularning o'quvchilari Komilaxon Olimboyevalar studiyamizda ishtirok etishadi va ajoyib suhbatlarga navbat beramiz. Assalomu alaykum. Marhamat, joylashib mumkin. Yoshlarni, aynan o'quvchilarimizni kitobxonlik savodxonligini oshirish va ularni kitob o'qishga qiziqtirish ham bu baribir mas'uliyatli vazifa deb ayta olamiz. Chunki zamon rivojlanmoqda, texnologiyalar asri, ko'pchilik yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda yoki internetda o'tirishadi, vaqt o'tkazishadi, lekin ularga kitob beradigan bilimni internet bera olmaydi degan fikrda ko'pchilik yosh kattalarimiz. Bu borada suhbatlash uchun biz studiyamizga yana bir mehmonimizni taklif qilganmiz. Xadichaxon opa, siz bilan suhbatimizni davom qildirsak. Xush kelibsiz. Endi kitobga bo'lgan mehrni o'quvchilar orasida, kitobxonlar orasida yana ham mehrini oshirish baribir o'sha soha mutaxassislarini qaysi ma'noda o'rni katta bo'ladi bu borada deb o'ylaymiz. Xo'sh, faoliyatingizda bugun qanday yangiliklar bo'lyapti? Nimalar bilan bandsizlar? Bizning Xonqa tuman axborot kutubxona markazimizda faxrlanib aytsa arzigulik respublikada tumanlararo ichida eng katta kitob fondina ega. Shuning uchun ham kitobxonamiz ham shu o'zlarimizni Xonqa tuman aholisini ham bemalol yetadigan 280 ming kitob fondina ega. 280 mingta. 280 ming kitob. Nodir adabiyotlarimiz juda ko'p uning ichida. Hozir 9 mahallada men ko'chma kutubxona qilib qo'yibman. Faqat oromgohlari, farzandlarimiz oromgohlari borib qolmay, masalan, ko'pchiligi uyda bo'lganda biz shunday bir sharoitlar yaratib qo'yibmiz. Yana prezidentimizni 9-sonli qarori asosida, 33-farmoyishi asosida o'zlaringiz ham bilasizlar, chekka qishloqlardan kitobxonlik xizmati ko'rsatish, chekka qishloqlarda degani mahallalarda, chekka mahallalardan biz ko'chma kutubxona qilib qo'yibmiz. Bu kutubxonalarimizdan oilaviy kitobxon, oilaviy kitobxonimizdan tashqari kitobxon, mahalla ko'rik tanlovlarini o'zim nizomini ishlab shuni qilib qo'yganman. Faqat hozirlikcha tuman bosqichlarini o'tirib turibmiz. Kelgusida men vazirligimiz ham tashadik shuni respublika darajasini chiqarishni xudo xolasa niyat qilib turibman. Ham yana bizani qulaylik taraflari mo'jazgina bizani o'lkashunoslik bibliografiyamiz bor. Muzeyimizda reja asosida har bir maktabni reja asosida o'zi aslini aytganda bizani tuman hokimimiz Ulug'bek Davlatovning o'zlari kitobxon. Haftada bir marta o'zi kutubxonamizga kelib, hatto shu kelgan vaqtlarida
kamroq bo'lsa, ya'ni kutubxonamizda kamroq bo'lsa, Nimaga kam deb qo'yishadi? xafon bo'ladilar. O'zlari shunday rejalashtirib berdilar. Xalq ta'limi mudirini ham, ijtimoiy sohalar ham shu yerga har reja asosida haftada 2 kun maktab o'quvchilarimiz keladilar. Muzey bilan aytadilar, keyin tanishtiramiz muzey bilan qo'llarini xonqa tarixidan boshlab o'zlarimizni bibliografik qo'llanmalarimizni beramiz. Ham yana bizda qiziqarli narsa interfal o'yinlari ko'p o'tkazib turibmiz. Interfal o'yinlari bilan o'tkazib turgan nalarimizda hattoki yana o'zlaringiz bilganlaringizdek har payshanba kuni yoshlar kuni hisoblanadi. Shuni ham bizani hokimimiz bizani kutubxonada o'tkazadilar. Shu kutubxonada o'tkazgan narsa ham shu kelgan masalan har xil toifadagi yoshlar kelgan ham uyda kitobxon bo'ladi bizlari. Chunki bizlari shunday deb hokimimiz buyruq beradilar. Shu kelgan kitobxonlari sizlar targ'ib qilib beringlar. Qaysidir bir asarni biz targ'ib qilib beramiz, shu o'qigan deyim bo'ladi. Keyin haqiqatdan eğer 100% bo'lmasam 70-80% shu yoshlarga kelganlar keladi bizlarga yana qaytadan. Keyin kitob eltib beruvchi xodimlarim bor. Ko'chma kutubxonalarimiz yo'q yerlari, uy bekalarimi, nafaqat bu yoshlar, uy bekalarimi baribir yosh katta nafaqada o'tirganlar ham mana xodimlarimiz o'zlari aytgan so'rov asosida boshda so'rovnoma o'rganib chiqamiz. So'rovnoma asosida kitob eltib beradilar. Kitobxon onalar neyimiz loyihamiz bor. Kitobxon onalar loyihamizda hattoki shu umraga hajga borib kelgan onalarimiz ham nabiralari bilan kelib ham bizda ko'rik tanlovlarda ishtirok etadilar. Shu tuman bosqichidan qilamiz shularni. Bunday sa'y-harakatlar o'ylaymizki e'tiborsiz qolmaydi va ushbu suhbatimizni hozir yurtdoshlarimiz tomosha qilayotgan bo'lishlari mumkin. Aynan yuqorida aytib o'tdingiz 280 mingta kitob fondiga egamiz dedingiz. Boshqa tumanlardan borib qiziqishsa, kitob so'rasa berib turasizmi? Berib turaman. Bemalol. Endi Xorazm bo'yicha, O'zbekiston bo'yichami, yana elektron bizani o'zlarimizni shu akti rahbarim, meni xodimim respublikada birinchi marta sun'iy intellekt bo'yicha o'tgan yili birinchi o'rinni olib keldi. Sun'iy intellekt bo'yicha hozir o'zi bepul ina biza to'garak ochib qo'yibdi. O'rganamaka kelajak bo'lsalar ham butun Xorazm viloyatimiz ham bemalol shular sun'iy intellekt bo'ladimi, har xil loyihalar bo'ladimi, shu qaysi soha bo'yicha bo'lsa, biz bemalol bepul shularni o'rgatamiz. To'garaklarimiz ishlab turibdi. Juda yaxshi. Albatta, mana shu olib borilayotgan sa'y-harakatlar yuqorida aytib o'tganingizdek natijasini tez orada ko'rsatib qoladi. Bundan ham katta natijalarni o'zingiz aytib o'tdingiz. Tumanlar aro o'tkazyapmiz hozirda. Endi respublika bosqichida ham mana shu siz tashkil qilgan bu sa'y-harakatlar natijasi bo'lishiga qolaversa, eng asosiysi boshqa qo'shni rang oladi degan gap bor-ku xalqimizda. Boshqa o'sha aholi xalqimizga o'rnak bo'la oladigan oilalar ko'paysa, ya'ni kitobxon oilalar ko'paysa, o'zingiz aytib o'tdingiz, kitobxon onalar ko'paysa, albatta bu kelajak avlod uchun ham juda bir foydali bir ishga qo'l urgan inson sifatida sizni ko'rsalar, albatta biz bundan xursand bo'lamiz. Keling endi suhbatimizni Komilaxon bilan davom ettiramiz. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Avvalambor assalomu alaykum. Men Aburayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti filologiya va san'at fakulteti talabasiman. Bu yil bizga har bir talaba o'z tumanida amaliyot o'tash uchun, ilmiy amaliyot o'tash uchun yo'llanma berilgan. Men xonqalik bo'lganligim sababli Xonqa tuman axborot kutubxona markazida hozirda amaliyot o'tab kelmoqdaman. Bizga universitetimiz tomonidan ma'lum ilmiy adabiyotlar belgilab berilgan. O'sha ilmiy adabiyotlarni o'qib biz ularga sharh yozishimiz bizga vazifa qilib belgilangan. Bu jarayonda shaxsan men umuman qiynalmayapman, chunki bizni kutubxonamiz fondi juda ham boy. Har bir adabiyotni topishimizda bizga ustozimiz, kutubxona xodimlari o'zlarining beminnat yordamlarini hozirgacha berib kelishmoqda. Shu sababdan amaliyot menga hech qanday qiyinchilik tug'dirmayapti. Biz kutubxonada nafaqat ilmiy adabiyotlar bilan tanishyapmiz, balki ustozimiz aytganlaridek turli interfaol o'yinlar o'tkazyapmiz. Mahallalardagi kutubxonalarga borib, yoshlar bilan, maktab o'quvchilari bilan kitobxonlik kechalari, she'riyat kechalari o'tkazyapmiz va bu biz uchun juda ham maroqli bo'lyapti. Amaliyot unutilmas lahzalarga boy o'tyapti. O'zingizda ham ushbu kasbga bo'lgan qiziqish paydo bo'lyaptimi? Nima deb o'ylaysiz?
bu sohaga qiziqish kutubxonaga kelganimdan keyin paydo bo'ldi, chunki bizga kutubxonaga kelganimiz ilk kunidanoq kitobxonlar bilan muomala qilish bo'yicha bizga maxsus darslar o'tilgan. Bu juda ham maroqli. Har bir kelgan kitobxonning yoshiga qarab muomala qilish, ular masalan yosh bolalar bilan boshqacha muomala qilinadi, yosh kattalarga boshqacha muomala qilinadi. Bu bizda juda katta qiziqish uyg'otgan va bu sohaga menda ham qiziqish paydo bo'lgan deb bemalol ayta olaman. Endi har bitta kasbning o'ziga yarasha mashaqqatlari bor, qiyinchiliklarni ham ko'ryapsiz, to'g'rimi? Kelajakda o'zingizda rejalar o'zgardimi shunda? Qisman o'zgardi. Xo'sh, avvalgi rejalar qanday edi? O'zi qaysi kasbni ega sifatida biz sizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi? Aslida niyatim ona til va adabiyot fanidan o'qituvchi bo'lish bo'lgan. Bu niyatim o'zgargani yo'q. Faqat kitobxonlik yoshlarni kitobga targ'ib qilish rejalari bu maqsadlarim orasiga qo'shilgan. Men kelajakdagi maqsadim kuchli repetitor o'qituvchi bo'lib, o'sha tumanimizdagi, qolaversa viloyatimizdagi va niyatim respublikadagi yoshlarni kitobxonlikka qiziqtirish, ularni til va adabiyot bo'yicha bilimlarini yanada orttirish bo'lib kelmoqda. Albatta, o'qituvchilik kasbi baribir mashaqqatli. Ustozlarimizga bugungi suhbat uchun tashakkur izhor qilamiz. Sizga ham kelajakdagi ishlaringizda omad. Kutubxona markazidagi faoliyat ham tobora bundan ham shiddat bilan rivojlanishiga, oldinga qo'yilgan rejalar ortig'i bilan amalga oshishiga tilakdoshmiz. Bugun yurtdoshlarimiz mana shu suhbatlarimizdan qaysidir ma'noda manfaat olgan bo'lsalar, o'zlariga nimalardir o'rnak sifatida ko'ra olgan bo'lsalar, biz bundan xursandmiz va studiyadagi tashrifingizdan mamnun bo'ldik. Yana katta yutuqlar bilan sizni mana shu yerda ko'rib, suhbatlaringizdan bahramand bo'lish niyatimiz yo'q emas. Ushbu muloqotdan keyin, ushbu suhbatdan keyin o'ylaymizki, kitob o'qishni sevadigan yoshlarimiz Xonqa tumaniga tashrif buyurib, sizdan kitoblarni shaxsan olib ketadilar degan umiddamiz va tayyor turasiz. Ana endi yoshlarimiz sizni ko'p bezovta qilishadi. Salomat bo'ling. Bolalar bo'limlarimiz ham mavjud. Bemalol bog'cha yoshidagi bolalarimiz ham borishlari mumkin. Juda yaxshi. Rahmat takliflar uchun.